Assalomu alaykum aka-ukalar. Mana bugun O'zbekistonning 12 ta viloyatidan Moskvaning barcha shaharlariga avtobusimiz jo'nab ketyapti. Mana pasatka jarayonlari aka-ukalar. Xudo xolisa 4-martga reys aytgandik aka-ukalar. Mana reysimiz xudo xolisa Voyt aka boshchiligida vodiylarimiz avtobusimiz jo'nab ketyapti aka-ukalar. Mana 4-mart kuni reys aytgandik. Ana komfortabilni avtobusimiz borib Moskvaga odamlarni to'kib qaytib keldi. Xudo xolisa bugun 4-slar Buxorodan, Qarshidan, Buxoro Karvon bozordan, Qashqadaryo Yerqo'rg'ondan, Samarqand Ulug'bekdan, Navoiy Toshkent Pitakdan avtobuslarimiz yo'lga chiqib ketyapti aka-ukalar. Mana ishonch raqamlarini ekraningizga qo'yib o'tamiz. Bemalol обращаться qilaverasizlar. Ana aka-ukalar pasatka jarayonlari xudo xolisa mana pasatka jarayonlari ketyapti. Mana avtobusimiz ana komfort. Mana vatandoshlarimiz kelishgan, mana xudo xolisa vatandoshlarimiz kelishgan avtobusimiz jo'nab ketyapti aka-ukalar. Realniy videolarni olib boramiz. Ekranga ishonch raqamlar bo'ladi. Bemalol обращаться qilaverasizlar. Bizda taksi xizmatlari ham bor. Har kun taksi xizmatlari va avtobus xizmatlari ham bor. Xudo xolisa 16-slar yana qayta reys qo'yamiz. O'zbekistonning 12 ta viloyatidan Moskvaning barcha shaharlariga 16-slar qaytib reys qo'yamiz. Bemalol обращаться qilaverasiz vatandoshlar mana. Realniy videolarni olib boramiz. Ana vatandoshlarimiz kelgan joylarni mana avtobusimiz mana jo'nab ketyapti. Vatandoshlarimiz kelgan. Bemalol obrashsa qilaverasizlar.